Soliq auditi soliq to'lovchining, soliq agentining muayyan davrdagi moliya va soliq hisobotlarining soliq to'g'risidagi qonunchilikka barcha jihatlarni muvofiqligini va haqqoniyligini soliq solish maqsadlarida buxgalteriya hisobi va soliq solish maqsadlarida hisobga olishda soliq majburiyatlarini to'g'ri shakllantirilishi va aks ettirilishini soliq organi tomonidan o'tkaziladigan soliqlarni to'g'ri hisoblash va to'lanishini to'g'riligini tekshirishdir. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 7-yanvardagi 1-sonli qarori asosida o'tkaziladi. Soliq auditi soliq to'lovchilarning, soliq agentlarining yuqori darajadagi tavakkalchilik toifasiga mansub soliq to'lovchilarga nisbatan o'tkaziladi. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 140-moddasi 5-qismiga asosan soliqlarni to'lashdan bo'yin tovlash belgilari mavjud bo'lsa, soliq organi O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi bilan kelishgan holda soliq to'lovchini oldindan xabardor etmasdan soliq auditini boshlashga haqlidir. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 143-moddasiga asosan soliq auditi o'tkaziladigan davrda yangi holatlar aniqlangan taqdirda soliq organi takroriy soliq auditini tayinlashga haqli. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksining 147-moddasiga asosan haqlidir. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 7-yanvardagi 1-sonli qarorining 1-ilovasiga asosan soliq xavfini boshqarish, soliq xavfi mavjud soliqlarni to'lovchi soliq agentlarini aniqlash va ularni soliq xavfi darajasi bo'yicha toifalash tartibi to'g'risidagi nizomga asosan soliq xavfi 3 toifaga, ya'ni past, o'rta va yuqori toifalarga ajratiladi hamda soliq xavfi yuqori soliq to'lovchilarda soliq auditi o'tkaziladi. Soliq to'lovchining soliq xavfi darajasi soliq xavfini boshqarish tizimi asosida 6 oyda bir marta aniqlanadi. yil 19-avgustdagi PP 138 farmoniga asosan 2025 yil 1-avgust holatiga soliq xavfini aniqlash, tahlil qilish va baholash tizimi orqali soliq tekshiruvlariga nomzod sifatida shakllangan va soliq xavfi 16 trillion so'm bo'lgan 20 mingdan ortiq subyektlarda soliqqa oid huquqbuzarliklar alomatlarini ixtiyoriy bartaraf etish imkoniyatini bergan holda ushbu ro'yxat 2025 yil 1-noyabr holatiga qaytadan shakllantirilishi belgilandi.